boshimizda Qashqadaryo viloyatiga tashrif o'tayotgan keyin shaharda obod maskan bo'lganligini ko'rib, o'zimizda bir nima qilib, shu binoni, eski binoni tez muddatda 2-3 oy muddatda rekonstruksiya qilinib, 15 ta yo'nalish bo'yicha tadbirkorlik faoliyatlarini yo'lga qo'ydik. O'quv markazi, kutubxonasi, fitness klub, multimedia ishxonalarini nima qilib, kelajakda endi nasib bo'lsa shu yerda mahallamizga xizmat qilish uchun kengaytirish yo'nalishlarini qilmoqchimiz. Qulaylik taraflardan ayniqsa mahallamizdagi ishsizlar ko'pi ish bilan ta'minlanyapti bu yerda. Tikuv sexlari ochildi, tikuv sexlarida har xilcha uy jihozlarini, forma, fartuklari hammasi shu yerda mujassam bo'lyapti. Yana undan tashqari hali maqsadimiz go'zallik salonlari ochish. Quvonarlisi juda ham ko'p o'quv xonalari ochildi. Uzoq-uzoqlarga biz bolalarni repetitorga jo'natardik. Mana endi hamma fanlar bo'yicha o'quv markazi ochildi. Bu yerda ayniqsa bolalarimizning bilimdon, zukko bo'lishi aniq.